Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bu yerdan tezroq qochish kerak. Yerga olovli asteroid kelyapti. Bu haykallar meni har xil sivilizatsiyaga olib boradi. Men tirik qolishim uchun. Menimcha Groxning sivilizatsiyasi yaxshi tanlov bo'lsa kerak. Xo'sh, bu yerda menimcha xavfsiz bo'lsam kerak. Bu yerda nima ham bo'lishi mumkin? Menimcha hech kim bu yerda meni qul qilmasa kerak. Grox bizni ancha yillardan beri qul qilib ishlatadi. Sen ham Groxga qul berasan. Borib bir shamollab kelay. Ey, bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu nima? Parvardigorga sig'ining? Bo'lishi mumkin emas. Qani bir o'tirib eshitaychi. Avvalambor hammangizga kelganingiz uchun rahmat. Grox dohiyimizga shon-sharaflar bo'lsin. Menimcha bu qandaydir hazil bo'lsa kerak. Kim bu haykalga sig'inardi? Ey, nega hammangiz menga buni qarab qoldingiz? Bir nima dedimmi? O'zingni kim deb o'ylayapsan? Ey, nichivo себе, sizlarga nima bo'ldi? Bu yerdan yo'q qilib yuborish kerak. Mayli, bunisi nima bo'ldi endi? Kim bu tasqarani bu yerga o'rnatgan? Sen hozir meni o'g'limni haykalini tasqara dedingmi? Yo, men shunchaki hazillashdim. Meni o'g'limni haykali seni itaryaptimi, nima? Yo, menga ortiqcha problema kerak emas. Sizning mana bu muskullaringiz juda ham katta ekan, mayli. Xo'sh, endi nima qilsam ekan? Hoy, men uchun ozgina xayriya qilib keta olmaysizmi? Meni oilam och. Yo, meni ortiqcha. Qani bu yoqqa kel, onangning bir gapi oxirigacha eshitmading. 3-maktab. Menimcha yaxshi maktabga o'xshaydi. Oy, sen darsga kech qolding. Darsdan keyin qolasan. Uzr. Xo'sh, qadrli o'quvchilar, sizlar bugun test topshirasizlar. Nazorat ishi bo'lib o'tadi. Agar testdan yiqilsangiz o'ylasizlar, ishimni buqimdan yomon ko'raman. Testga omad tilayman. Senga ham testga omad tilayman, la'nati. Tushunmadim. Men nima qildim sizga? Mayli. Xo'sh, qani ko'raylikchi nimalar bor ekan? Birinchi savol. Grox hukmdormi? Albatta yo'q. 69 qo'shilgan 420. Menimcha 500 bo'ladi. Ovozingga hammaga xalaqit beryapsan. Ey Dina, agar sen 100 ta olmos topsang, Groxga qanchasini berasan? Hech qanchasini. Bu test oson ekan-ku. Mana oling, men testni bajara bo'ldim. Sen testdan yiqilding. Endi sen jazolanasan. Xo'sh, bu qanday jazo ekan? Xo'sh, Groxning qishloqchasi normal ekan, lekin men bu yerdan ketishim kerak. Ey xudoyim, ertaga Grox soliq mavsumi, mening bir tiyin pulim yo'q. Men afsusdaman. Hoy, qani to'xtachi. Meni qishlog'imda sen nima qilyapsan? Grox, men hozirgina ketmoqchi bo'lib turibdim. Xo'p, mayli. Yo'q, sen endi shunchaki keta olmaysan. Sen endi meni qo'limga ishlaysan. Nima? Men tushunmadim. Sen nima meni qishloqqa deb o'ylayapsanmi? Hoy, server, ana o'lgurni qulog'ini bir ach. Tushunmadim, nima? Ey, nimalar bo'lyapti? Bu yana nimasi bo'ldi? Sen mana bu kontraktga qo'l qo'y va biz seni o'ldirmaymiz. Mayli, bir o'qib chiqsam maylimi? Yo'q. Maylimi, bilib ketsin. Mana bu boshqa gap. Ertadan soliq mavsumi boshlanadi. Ammam buzog'iga o'xshab lallayib o'tirma. Lekin sen meni eshitib qo'y, men senga hayotga ishonmayman. Tushunmadim. Hozir nimalar bo'lib ketdi o'zi? Soliq to'lash uchun qayerdan pul olaman? Ey, men soliq to'lashim uchun qayerdan pul olishim kerak? Men bilaman qayerdan pul ishlashni. Mana orqamdan yur. Sen pulni mana shu yerdan topasan. Ey, meni kim deb o'ylayapsan? La'nati, menimcha mana shu yerni ko'rsatgan. Nalog uchun pulni shu yerdan topsam kerak. Na iloj, boshqa ilojim ham yo'q. Xo'sh, mana biz aholilar ishlaydigan g'orga kirib oldik. Endi ishni boshlasak ham bo'laveradi. Meni 7 uxlab tushimga ham kirmagan oddiy aholining ichiga qul bo'lish. Boshqa sivilizatsiyadan tanlasam bo'lar ekan. Bir ozgina o'zimga kerakli narsalarni kovlab oldim. Jinursin, bu yerda rostdan ham aholi juda ham ko'p ekan. Hech o'ylamagandim buncha bo'ladi deb. Xo'sh, borib ishimni davom ettiray. Yel la'nati, ular nima qilyapti? Aholiga pistolet qayerdan kelib qoldi? Ey, meni kallamga bir g'oya keldi. Oy, qulvachcha, qani menga hamma olmoslaring ber, bo'lmasa boshingga mana shu kirka bilan urib o'ldiraman. Sen juda xato ish qilyapsan. Oy, sen isqircha, nega ishlamasdan bu ishlarni qilib yuribsan? Nima qilyapsan? Sen haligimisan, Grox bilan kontrakt tuzgan. Men uni o'qiganim ham yo'q. Sen qoidalarga qarshi ish qilyapsan. Oddiy aholini o'marish mumkin emas. Sen qoidaga qarshi ish qilding. Shuning uchun to'plagan hamma olmoslaringni menga ber. Ey, sen qoidaga vaqt tupurib qo'yding-ku. Menga kirkangni ham ber. Bilin, olib ketmagan faqat ko'timdagi ishtonim qoldi, eshak. Shunaqangi qattiq charchadim, o'zi kech tushibdi. Mayli, hammasi yaxshilikka. Ey, shoshmachi, menda yaxshi g'oya keldi. Xo'sh, sekingina kirib uni o'maraman. Bile. Yaxshidan mehnatga hamdam deylar. Mana qarg'a chichmasdan soliq mavsumi boshlandi. O'zimni kam ko'slarim uchun ham ozgina asrab qo'yishim kerak. Ertalabdan o'ng ko'tim qichiyapti, значит pul kiradi. Xo'sh, qani ko'ramiz. Menimcha Grox meni otib o'ldirmaydi. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Qani kutaylikchi. Otib o'ldiryapti. Ey, rostdan ham otib o'ldirdi uni. Ey, endi u men tomonga kelyapti. Mayli, tinchlanamiz, o'zimizni bosamiz. Ichki xotirjamlik. Qani o'zing qo'lga ol. Grox, nima gap oshna? Mayli, salomlashdim deb o'ylayver. Soat necha bo'ldi bilasanmi?
Ha, albatta. Mana sen uchun anchagina yig'ib qo'yganim bor. Bu hammasimi? Negadir ishongim kelmayapti. Qani bir uyingni tekshirib chiqaychi. Mayli, bemalol. Agar yashirib qo'yganingni topib olsak, aniq o'ldiramiz seni. Mayli, men nimani ham yashirardim. Xo'p, mayli, senga ishondim. Invertaringda hech narsa yo'qmi? Yo'q, menda hech narsa yo'q. Mayli, lekin men har kuni kelaman sendan nalog olish uchun. Mayli, hali yana sen bilan ko'rishamiz. Mayli, deb bo'linglar. Yo'q, men bu bechorani kecha o'margan edim. Qani ketdik, menda pul juda ham ko'p. Qani bir eshikni ochchi. Labay Grox janoblari, mana soliqlar hammasi joyida. Ular shu yerda edi. Bekor shu ishni qildim-da. Sen podshohingni xafa qilding, bilasanmi? Yo'q, o'lay agar Grox janoblari, kecha hamma soliqlar shu yerda edi. Chinursin, rostdan ham uni o'ldirdi. Mayli, joy jannatda bo'lsin. Qani endi boshqatdan boshlaymiz kovlashni. Yo, nima gap Grox? Qani qurbaqajon meni bugun bir xursand qilchi. Albatta, olaver, 100% hammasi seniki. Yashavor, sen meni hech qachon xafa qilmaysan. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Kirga uchun rahmat, keyin ko'rishamiz. Menga qara, sen nimalar sotyapsan? Men bir-biridan ajoyib kirkalar sotyapman. Bular juda ham qimmat-ku. Hech ham qimmat emas. Orqangga qara, otang senga sut olib keldi. Yo'q, rostdanmi? Otammi? Qayerda? Bu osongina bo'ldi. Jinursin, bu kirka vobshe dahshat ekan-ku. Men qara, sen rostdan bu kirkani halol pulingga oldingmi? Ha, albatta, men kun-tun ishladim. Ha, zo'r ekan. Hozircha hammasi yaxshi. Salom qurbaqajon, nima gap? Qani menga atab qo'yganingni hammasini chiqarchi. Qani boshladik. Men bu yerga ishlab o'zimga anchagina pul orttirib oldim. Shuning uchun oshna mana buni olib qo'y. Oilang uchun ishlatasan. Hammasi senga. Yo'q, rostdanmi? Oy, salom. Yo, nima gap? Bu senmi? Yo'q, men shunaqa tasqaramman. Oy, senga 15 yil qamoq jazosi berilgan. Xo'sh, oshna, mana buni olginda hammasini bosti qilgin. Qani ko'zimdan yo'qol iflos. Mayli oshna, sen bilan 50 yildan keyin ko'rishamiz. Men dahoman. Bu vobshe tupoy ekan. Men senga hech nima deyishim shart emas. Sen dahosan. Ta'rifga til ojiz. Mayli, men ozgina dam olmasam bo'lmaydi. Shoshmanglarchi. Shoshma, bu yoqqa kel. 100% gapimga javob. U meni o'marmoqchi. Menga qara, faqat hech narsani o'g'irlama. Menga qara, bu yoqqa kel, iflos jalab. Sen meni hech qachon ushlay olmaysan. Men senga yaxshilik qilgandim. Sen nimalar qilyapsan? Kiyilgan plavki. Seni muammoing nimada? Sen boshqalarni o'margansan la'nati. Mana nasibangni ol. Meni invertarimda ham hech narsa qolmadi. Sen Bedrockni qayerdan olding? Bir soatdan beri orqangdan quvlab yuribman. Narsalarim qaytarib ber. Oy, nimalar qilyapsan? Sen menga aytyapsanmi? Ha, senga aytyapman. Nega sen uysizni o'maryapsan? Yo'q, sen meni noto'g'ri tushunding. U naborot meni o'mardi. Men rostini aytyapman. Men senga ishonmayman oshna. Qani ko'zimdan yo'qol. Padaringga million ming la'nat. Men hech nimaga tushunmayapman. Men bu kiyilgan plastikni hozir ko'ziga ko'rsataman. Buni hech kim ko'rmaydi ham, sezmaydi ham. Bomj, qayerdasan? Jinursin, bu yerda yashaydimi? Bir kirib tekshirish kerak. Oy, shu yerdamisan? Tushunmadim. Bu yana nimasi bo'ldi? Uning sirli joyi bormi? Mayli, bir kirib ko'raylikchi. Voyda! Yo xudoyim, hozir nima bo'ldi? Yo tavba, bu qanday joy bo'ldi? Xudoyim, bugun sal qiyin kun bo'ldi. Bu ana kiyilgan plavki-ku. Bilim, bo'yvachcha ekan-ku. Men seni bomj desam, sen importni bomj ekansan-ku. Sen meni qayerdan topding? Men seni qayerdan kirib ketganingni ko'rdim, lekin menga qara, sen bo'yvachcha ekansan-ku. Ha, men bo'yman, men juda ham bo'yman. Ko'rib turibman, qayerdan senga buncha pul? Men ancha yillardan beri bechorani yoqib pul yig'ib yuriyman. Yig'ib mana shu darajagacha keldim mana. Ha, bu rejang puxta uylangan ekan. Bularni olganda sen uysiz ham emassan. Grox sendan soliq olsa kerak. Grox faqat mendan bir dona olmos oladi. U o'ylaydiki men uysizman. Xo'sh, mana shuncha pul to'dalagan ekaning. Endi bu pullarni nima qilmoqchisan? Aholilar ichida faqat bitta men Groxning shartnomasi bilan tanishib chiqqanman. Shunday qilib men o'zimni nomzodimni ko'tarmoqchiman. Buncha pul bilan o'zingni nomingni bemalol ko'tarsang bo'ladi. Birinchi nomzod bu Groxning qanjiqlariga tegishli. Ulardan keyin sen o'zingni nomzodingni qo'ysang bo'ladi. Tushunarli. Demak, bu degani sen o'zingni zvanyangni ko'tarib olasan. Sen Groxga qancha ko'p pul beraversang, Grox bir kun kelib seni osib o'ldiradi. Ikkinchi o'ringa ko'tarilishga ham ulgurmaysan. Groxning laganbardorlari boshqa qishloqqa borib, aholini ichidan soliq yig'ib keladi Grox uchun. Qani hamma pullaringni menga chiqarib ber, zot pas. Ekib qo'ygan gullaringdan o'rgildim. Keyingi safar ko'rmay. Ulardan tashqari boshqa zvanyalar ham bor. Ular o'zini soldatlar deyshadi. Ular Groxga umuman soliq to'lamaydi.
Ha, tushunarli. Demak, men imperiyaga qarab chiqishim kerak. Xo'sh, sen bu pullar bilan nima qilmoqchisan? Ajjin ursin, soliq mavsumi boshlandi. Ey, menga qarab 1-2 so'm berib tura olmaysanmi? Bir marta meni vurchat qila olmaysam, gap yo'q. Qani surdik bu yerdan. Ey, bu yerdan qanday chiqamiz? Shunchaki mana bu suvga sakra, qolganini keyin gaplashamiz. Mayli, qolganini keyin gaplashamiz. Omad senga. Xo'sh, uysiz odam menga anchagina pul berdi. Menimcha endi hammasi yaxshi bo'ladi. Ajjin ursin, Grox mening uyimda ekan. Bu ham qarg'a tishmasdan eshik tagiga kelib oladi. Grox, uzr, men ozgina kech qoldim. Ish bilan band edim. Qayerlarda yuribsan ha? Sen uchun aholidan soliqlar yig'ib keldim. Qara ko'pligini. Yo'q, tavba, buncha pulni sen qayerdan olding? Qanday tushuntirsam, halol mehnat. Bilasanmi nima? Men seni lavozimingni ko'tarmoqchiman. Yo'q, Xo'sh, qurbaqajon, soliq mavsumi mana bunday boshlanadi. Biz soliqlarni boshqa qishloqdan borib olamiz. Kunning oxirida hamma soliqlarni Groxga ketirib beramiz. Agar ketirib bermasak, hammamiz o'lamiz. Bo'ldi, tushunarli. Birinchi mana shu qishloqdan boshlaymiz soliq yig'ishni. Birinchi marta men senga ko'rsatib berishim kerak. Shart emas, men hammasini tushundim. Bu oson ekan-ku. Qani ishni bilmasam boshladik. Hoy, menga qurolingni to'g'rilama, men seni ustozingman. Uzr. Birinchi nimadan boshlaymiz? Qani eshikni och, soliq mavsumi boshlandi. Mana chiqyapman. Mana hamma soliqlar joyida. Mana shunday qilib soliqlar yig'iladi. Bu oson. Tushunarli. Keyingi uyda? Ha, keyingi uy bilan sen shug'ullanasan. Qani boshladik. Oy, qani eshikni och. Soliq mavsumi boshlandi. Mana boryapman. Yashab ol. Keyingi safar soliqlar ham joyida bo'lsin. Ish bo'ladimi? Qurbaqajon, meni lol qoldirding. Qani endi qo'shni qishloqqa boramiz. Boymurod, soliq mavsumi boshlandi. Menda hamma soliqlar joyida. Men ertalabdan kechgacha itday ishladim. Yomonmas, shunday davom etaver. Qani endi keyingisi. Davronjon, yana uxlab qoling bolaginam. Soliqlarni bermaysanmi? Baqirma. Ha, bugungi ish kunim yomonmas. Shunday davom etaversang, 1-2 bo'ladi. Saytnazar, eshikni och, o'lib qoldingmi, nima balo? Qani mullajiringni chiqar. Alisher, nima gap? Menda bor yo'g'i shu, boshqa pulim yo'q. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Mana hamma soliqlarni oling. Men sizga bir gap aytmoqchiman. Sizning YouTube kanalingiz menga juda ham yoqadi. Rahmat. Bunaqa gaplarni eshitgandan keyin keyingi qismni ham chiqaraman. Mana hamma soliqlarni Groxga berish vaqti keldi. Men tayyorman. Qani soliqlarni bu yoqqa olib keling. Ey, yo'limni to'sma, yo'qol bu yerdan. Ey, Grox, nima gap? Bunga qara, men qancha soliqlar yig'ib keldim sen uchun. Ish vaqtim tugadi, endi kechqurun bo'lishini kutishim kerak. Ungacha nima qilsam ekan, ha? Bir maktabga borib kelaychi. Ey, yana sen keldingmi? Sen endi soliq yig'uvchi bo'ldingmi? Ko'rib turganingizdek shunday bo'ldi. Sen birinchi kun kelganingda yo'q bilgan edim sen omadli ekanligingni. Yo'q, meni bu qizdan yomon ko'rardingiz-ku. Sen hech bir nazorat ishi topshirmasdan testdan o'tding. Yo'q, ancha o'zgarish bor sizda. Yana bu yerda nimadir bo'lyapti. Mayli, mana yerga o'tirib turaychi. Yo'q, dohiyimiz Grox, axir bu soliq yig'uvchi-ku. Ha, bu menman. Endi men bilan ozgina уважительно gapiringlar. Mana bu minbarga ko'tarilib, ozgina bizga motivatsiya bera olmaysizmi? Albatta. Hammangizga rahmat demoqchiman Groxga sig'inayotganlaringiz uchun. O'ylayman, kelajakda menga ham ta'zim qilasizlar. Mayli, hali yana ozgina vaqt bor ekan. Ey, bular bu yerda nima qilyapti? Ey, sen bunga qara, sen o'zingni qurtoyman deb o'ylayapsanmi? Sen baribir bizni uruvinimizda emassan. Yo'q, tufar ekansan-la. Mana bu importni bombosh o'z pullarini qanday ishlaykan? Qoyil. Qo'yili, rahmat senga ey puldor saxiy, rahmat. Mayli, keyinroq hali o'zim un bilan gaplashib qo'yaman. Voy oshna, sen anavi qurbaqaga ishonasanmi? U o'zini lavozimini juda ham tez ko'tarib olyapti. Unga ishonmayman. Mana bu bomish o'zini tushimini sanashga ketyapti. Sezdirmay orqasidan borishim kerak. Xush. Hech kim ko'rmasdan sekingina surish kerak. Tushunmadim, u bomishni qanday ko'rmadi? Qani 1-2 ketdik. Davay. Qani tezroq. Menimcha hammasi joyida. Xo'sh, tayyormisan? Ha, men tayyorman hammasini gaplashib olishga. Qani, bilmasam boshladik. Men boshida yo'q bilgandim unga ishonmaslikni. Jin ursin. Xo'sh, endi keyingi reja haqida gaplashib olsak. Xo'sh, mayli, qani orqamda yur. Yo'q, to'ba, bular kim bo'ldi endi? Meni ko'p pulim bo'lganligi uchun mana bu aholiga men sponsorlik qilaman. Shu katta armiya aholisi bilan imperiyani qo'lga olmoqchimiz. Qo'yili, tushunishim bo'yicha biz imperiyani qo'lga olmoqchimiz. Xo'sh, bu aholi buni qanday amalga oshiradi? Hamma aholi Groxning qasriga bostirib boradi, keyin Groxni o'ldiradi. Xullas, bizning rejamiz mana shundan iborat. Mayli, rejalaringiz menga yoqdi.
Men ko'rdim, u mana shu teshikka kirib ketdi. Uysiz bomush ham mana shu teshikka kirib ketdi. Lekin nimagaligini bilmayman. Yo, Javohir, buni ko'ryapsanmi? Pastlikni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Bu quduq to'la suv bo'lsa kerak. Ey, ular bizni izimizni topishdi. Biz tezroq yashirinishimiz kerak. Bo'ldi boryapman. Ular pastga tushishi bilan ularga hujum qilasan. Bo'ldi kelishdik. Ha, meni aholimni yashirib qo'yish esingdan chiqmasin. Tezroq qimirlash kerak. Qani bir pastga tushaylikchi. Ye onalaringni. Bu qanday joy bo'ldi? Hoy qurbaqa, qani qo'lingni ko'tar. Oy, tasqara, nima gap? Qani qurolingni pastga Yaxshi, tushir. yaxshi. Nega hammadan yashirinib yuribsan? Bu pullarni qayerdan olding? O'g'irladingmi? Oy, qani orqaroq bor, bo'lmasa hamma Ha, pullarni. to'ppa to'g'ri. Hamma pullarni bizga bersang, biz seni ozod qilamiz, va'da beraman. Agar qarshilik qilsang, biz uni o'ldiramiz. Yo'q! Oy, oshna, ishongim kelmaydi sen bu ishni qilganingga. Men hali gapirishga ham ulgurmagandim. Bizga po'qin, sen Groxning imperiyasini sotding. Endi qolgan umringni qamoqqa o'tkazasan. Men oldindan bilgandim senga ishonish kerak emasligini. Qani tezroq qimirla oshla. Sen timsohlar imperiyasida emassan. Ular sen bilan razbor qilsa. Bo'ldi, tushundim, mana boryapman. Yo, xudoyim, ustimdan kulyapsanmi? Men bu yerda 16 yildan beraman. Qani bu yoqqa kel oshna. Mana shu yerda sen qolgan 50 yil umringni o'tkazasan. Ye, hazillashyapsanmi? Sen nimani kutgan eding, qurbaqajon? Battar bo'l, tushundingmi, bitch? Ey, menga qara, iltimos, ey. Uf, ana endi shoshmasam ham bo'ladi. Yo, bani bobom rod. Ishongim kelmaydi. Qurbaqajon bizni sotdimi? Men o'ylagandim u imperiyamizga ishlayapti deb. Grox, sen meni ozod qilyapsanmi? Yo'q, mendan shuncha narsani yashirganing uchun chiqaraymi? Oshna, sen nega bunday qilding? Kimdan bo'lsa ham, lekin sendan bu narsani kutmagan edim. Grox, men afsusdaman. O'lay agar boshqa bunaqa ish qilmayman. Grox, iltimos meni bu yerdan olib chiqib ket. Meni ozod qilding. Yo'q, endi men senga ishonmayman. Agar sen qamoqxonadan qochsang, men seni shaxsan o'zim o'ldiraman. Ey, sen ustimdan kulyapsanmi? Shunchalik zo'rmisan? Salom oshna, sen bu yerga nima uchun tushib qolding? Men Groxdan juda katta miqdordagi pullarni yashirgandim. Shuning uchun menga 50 yil qamoq jazosi berildi. Ha, yaxshi, bu unchalik ham yomon emas. Tushunmadim, nima demoqchisan? Men esa Groxning qizini o'g'irlab ketganman. Menga 428 yil srok berishdi. Tushunyapsanmi? 428 yil. 428 yil. 4 2 8. Tushunyapsanmi? 4 2 8. Ochimdan o'ldim, bir oydan beri narsa yeganim yo'q. Oy, oshna. Oy, oshna, mana seni bir oylik abeting, maza qilib yegin. Buni pamoyni chelakdan olib keldingmi? Ko'raylikchi nima ekan o'zi bu. Nima? Ya onangni. Do'stlar, zudlik bilan menga obuna bo'lmasangiz bo'lmaydi. Uf, men juda ham hozir og'ir ahvoldaman, lekin sport bilan shug'ullanish vaqti keldi. O'ngga chapga, uppercut. Mana Qurbaqajon ham sport bilan shug'ullanishni boshlab yubordi. Toki Grox uni bu yerdan ozod qilmaguncha. Grox uni bu yerdan ozod qilmaydi, lekin u bu yerdan qanday qilib qochib ketdi? Odda, mana buni ko'rinish desa bo'ladi. Mana bu trenirovkadan keyin bonkalarim yorilay deyapti. To'xta, o'zim topaman. Yana achigan shaftoli olib keldingmi? Yo, to'ba, sivit. Quloq sol meni. Rejamiz hali ham o'z kuchida turibdi. Ey, shoshma, nimalar deyapsan? Men qishlog'imizdagi uysiz yosh bola edim. Hozir esa men qo'riqchilarning kiyimini kiyib seni oldinga keldim. Qani bu yerdan ketdik. Sen bilan yaxshi hamsuhbat bo'ldik. Omad tilayman senga. Senga ham. Oy, sen buni qayerga olib ketyapsan? Grox buni ko'rishni xohlaykan. Qurbaqa, qani to'xta bachchaqar. Qani meni orqamdan yugur, men eng qisqa yo'lni bilaman. Bo'ldi, men seni orqangdan kelyapman, lekin bizni orqamizdan o'tyapti. Qani o'ldirlaring uni. Xo'jayin, men uni o'ldirishga harakat qilyapman, lekin ahvolim yomonlashdi. Mana u shu yerda. Ey Grox, sen bizni hayotda ushlay olmaysan. Gapingga javob berasanmi? Ey, u orqamizda. Qani orqamdan tezroq tush. 5 minut oldinroq chiqsak yaxshi bo'lardi. Ey, o'zi biz qayerga qochyapmiz? Faqat bu eshikka emas. Oy, qani bu yoqqa kelinglar. Sebat, men senga ishonaman. Sen meni bu yerdan olib chiqib ketasan. Ay, bilin, bu yer tupik ekan. Yo, xudoyim. Qani jim bo'l. Xo'jayin, shoshmang. Xo'jayin, men sizga u yerga tushishni maslahat bermayman. Qayerdan bilasiz? Balkim ularning qurol-yarog'lari ko'p bo'lsa, o'zimiz bilan bu yerga bir nechta qo'riqchilarni olib kelamiz. Menimcha ular ketishdi. Ular bilishmaydi biz yer to'lada ekanligimizni. Balkim ular eshik orqasiga yoshingandir. Qani kelaver, faqat sekingina yur. Men qo'rqyapman, balkim ular chiqib qolsa. Senda qurol-yarog' bormi? Yo'q, menda qurol-yarog' yo'q. Bu xonaga e'tibor berma. Nega? Bu yerda hammasi joyda ekan. Padaringga la'nat sanlani.
Yo'q, bu eshik emas ekan. Bu qasrda nimalar bo'lyapti o'zi? Iltimos meni qutqaringlar. Men hech nima qilmadim. O'lishni xohlamayman. Uzr, keyingi safar qutqaramiz. Bizni o'zimiz hozir yordamga muhtojmiz. Bo'ldi, mana biz bu yerni topdik. Qarachi bizni qo'riqchilar kuzatmayaptimi? Yo xudoyim, men anchadan beri osmonni ko'rmagandim. Qani tezroq orqamdan. Yelkamni chuqur ko'rsin, bu yerdan quyon qilamiz. Hozir men seni qishlog'imizga olib boraman. Qoyil, eshitilishi yomonmas. Men tayyorman. Xo'sh, Qurbaqajon, sen bilan bazaga ham yetib keldik. Seni atrof muhit bilan tanishtirib chiqay. Mana bu yerda aholi yeb ichadi va yotib turadi. Va bularning bari Anilanga obuna bo'lgan. Ha, bular to'g'ri ish qilishgan. Albatta Anilanga obuna bo'ling. Mana shu yerda aholi 24 ga 7 trenirovka qilishadi. Ko'rdim, hammalari ter to'kib ishlashmoqda. Bizda maqsad bitta, maqsad Groxni o'ldirish. Ey, bu yerda basketbol ham bormi? Qani yo'ldan qoch, chuvalchang. Ya, qo'yil, gap yo'q. Ey, men keyingisiman. Sen men bilan o'ynamoqchimisan? Ha, oshna, albatta. Men seni mag'lubiyatingni ko'rmoqchiman. Qani boshladik. Unga chapga. Qani kela qol. Hozir men senga onagina joning ko'rsataman. Ha, bu endagina mana bunday bo'ladi bolajonim. Ha, senga imkoniyat yo'q. Sen meni yutishing uchun qayta tug'ilishing kerak. Men shunchaki o'zim unga yutqazib berdim. Ey, Sivit, asosiy maqsadga o'tsak ham bo'laveradi. Oy, quloq solinglar. Men sizlarni bu yerga to'plaganimdan maqsad, ko'rib turganingizdek, bizning to'g'rimizga Groxning qasri bor va biz u yerga bostirib borishimiz kerak va Groxni o'ldirishimiz kerak. Qachonki Grox o'lsa, taxt-ravonga men o'tiraman va men o'zimning imperiyamni quraman. Hoy, Grox, qani bu yoqqa chiq la'nati. Yo xudoyim, nimalar bo'ldi? Ey, qolganlar qani? Men bilmayman, ular portlab ketdi, lekin qanday portlab ketdi bilmayman. Mana men tayyorman. Oh, salom Grox. Padaringga la'natsan hayvonmi? Ey, nega joning ketmayapti? Men tayyorman. Voy, onajon, bu yerdan qochish kerak. Ey, u meni tank bilan otyaptimi? Yo, men hozir o'lish xohlamayman. Qani bu yoqqa kel. Voylat. Bunaqada biz uni o'ldira olmaymiz. Bizga reja kerak. Oh, yo. Bo'ldi, bu yerdan quyon qilish kerak. Grox, cheat code ishlatma. Sen shunchaki meni tashlab keta olmaysan. Ey, bo'ldi. O'zingni bos. Kel gaplashib olamiz, maylimi? Yallanati. Ey, yana nega men shu yerdaman? Olovli asteroid kelib urildi. Qani u yerdan qoch. Nima qilib bo'lsa ham qoch. Ey, o'zi nimalar bo'lyapti? Xo'sh, endi boshqa sivilizatsiyani tanlash kerak. Qaysi birini tanlasam ekan, ha? Vaqt yo'q, tezroq tanlash kerak. Menimcha Evo bo'lsa kerak. Bu yerda soliq bo'lmaydi degan umiddaman. Oh, qoyil. Xo'sh, mana u parkur sivilizatsiyasi. Evo hukmronligi. Yo, bu yana nimasi bo'ldi? Ejjinilson, qornim och qoldi. Menda kojinni oyoq kiyim bor ekan. Hammasi joyida. Shunchaki sakragan paytim ehtiyot bo'lishim kerak. Men yana orqaga qaytib hammasini boshidan boshlashim kelmayapti. Ejjinilson bu parkurchilarning dunyosini. Bu men uchun qiziq bo'lsa kerak. Endi o'zimga yashashim uchun uy topishim kerak. Bu mahalladagi eng katta uy bo'lsa kerak. Mana shu uyni men o'zimga olaman. Ey, bu yerda kimdir yashar ekan. Ey, siz meni uyimda nima qilyapsiz? Men bu uyni hozirgina sotib oldim. Sen bu uyni parkur o'ynab sotib oldingmi? Hech narsaga tushunmayapman. Xullas, men bu yerda yangiman, nima qilishni bilmayapman. Sen bu yerga yangimisan? Agar sen uy olmoqchi bo'lsang, parkur magaziniga borasan. Evoni hurmat qilishni unutma, u parkur chempioni. Parkur chempioni bormi? Garov o'ynayman, men o'sha yerda bo'laman. Lekin hozirgi qiladigan ishim uy sotib olish va parkur bilan shug'ullanish. Oh, mana men o'sha yerni topdim. Bu yer qayer o'zi? Xullas, uy sotib olish uchun joy. Men o'zimga uy sotib olmoqchiman. Iloji bo'lsa yaxshi mahalladan bo'lsin. Salom, menimcha siz mana shunday uy olishni xohlaysiz. Yo'q, bo'lishi mumkin. Bu magazin juda ham qiziq ekan. Xo'sh, qani bu yerda nimalar bor? Mayda uy yoki katta uy? Tushunishim bo'yicha men mana shu teshiklarning birini ustidan sakrab o'tsam, keyin menga uy beriladimi? Qani yop birim yoki sigirim? Mana bu oson-ku. Kela qol, men seni yangi uying bilan tanishtirib chiqay. Katta rahmat senga. Ey, bir burda noning yo'qmi? Qornim och qoldi. Indamay eshikni betimga yopib ketdi la'nati. Balki mana bu yerda bordir. Oh, bu nima ekan? Evoning parkur sivilizatsiyasi haqida gapirib ber. Juda ham qiziq.
Evo'ning parkur sivilizatsiyasi reytinglari. Qani ko'raylikchi. Parkurga yangi ishtirokchi qo'shildi. Menimcha men bo'lsam kerak. Professionallarga kumush oyoq kiyim. Parkur bo'yicha master. Ey, men ham shunaqasini xohlayman. Va parkur bo'yicha chempion. Hozirgi kunda bu chempion Evo. Oh, bu yana nimasi? Dunyodagi eng omadsiz o'yinchi keyingi betda. Ustimdan kulyapsanmi? Men Evo'ni mag'lub qilib parkur sivilizatsiyasida chempion bo'lmoqchiman. Tez orada men boy bo'laman, qudratli bo'laman va bu sivilizatsiyani o'z qo'limga olaman. Qani tezroq qimirla, parkur bo'yicha parkurchilarni tekshirib yuribmiz. Tushunmadim. Sen kim? Bu ovqat-ku. Bu men uchunmi? Rahmat. Boshlanish yomon emas. Ey, sen bularni shunchaki ololmaysan. Sen ovqat olishing uchun parkurda bitta sakrashni amalga oshirishing kerak. Shuncha vaqtdan beri meni aldab kelyapsizlarmi? Birinchidan men magazinga borgan vaqtim men xohlagan uyni berishmadi. Endi sen kelib bu yerga menga aytyapsan, ovqat olish uchun bitta parkurda sakrashni amalga oshirish kerak deb. Mayli, agar sen bo'ysunishni xohlamasang, men seni qamoqqa yuboraman. Bo'ldi, shoshma. Men mayli hamma shartlarga tayyorman. Mana men bitta parkur sakrash qildim, bir burdan non olish uchun. Menga bunaqa chempion bo'lish kerak emas. Men bu yerdan ketaman. Kerak emas bularning minnatli ovqati, padariga la'nat. Meni qornim o'lguday och. Bunaqada ochlikdan o'laman. Shoshma, men qayerdan keldim? Bu yerdan keldimmi? Yo'q, bu yerdan keldimmi? Menimcha men mana bu yerdan keldim. Yo'q, mana bu yerdan keldim menimcha. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Men adashib qoldim. Men bu yerlarda adashib qoldim. Men endi bu yerlarda o'lib ketaman. Bu yerda kimdir bormi? Tiriklar bormi? Jinursin, nimalar bo'lyapti? Nimalar qilib qo'ydim ha? Grox? Grox, bo'lishi mumkin emas. Oy, qurbaqajon, skolka let, skolka zim. Sen bu yerga qanday tushib qolding? Menimcha meni tamom ketyapti. O'zi bu yerga qanday? Sivit? Sen bu yerda nima qilyapsan? Bizga Grox hujum qilgandan keyin men seni o'lib ketding deb o'ylabman. Nega jim turibsan? Alo? Yo'q. Xudoyim, hozir ochimdan o'laman. Men sivilizatsiyani ko'ryapman. Qani olg'a? Faqat sakraganda rashotni to'g'ri olish kerak. Bo'lmasa men bu yerdan yiqilib o'laman. Jinursin, men juda ham uzoqdaman, lekin taslim bo'lmaslik kerak. Qani olg'a? Mana bu katta qo'shnimning uyida albatta ovqat bo'lishi kerak. Men iloji boricha tezroq uni uyiga kirishim kerak. Tezroq, davay. Qani, holi yiqilib ketardim. Mana uning uyidaman. Qani pechkaning ichida nima bor? Qani tezroq chaynash kerak. Qani. Wow! Mana bu boshqa gap. Yo'q, xudoyim, sal qoldi o'lib ketardim nomard. Xudoga shukr, hammasi joyida. Shuncha harakat qilib kelganim hammasi 100 so'm bo'ldi, 50 so'm bo'ldi, oxiriga kelib 1 tiyin bo'ldi. Menimcha endi men hali ham shu yerdanman. Menga bu yoqyapti. Qani olg'a? Qoyil, Supermenga o'xshab qo'nish bo'ldi. Sen o'zi qaysi go'rdan kelding? Xavotir olma, men shunchaki sivilizatsiyamdagi eng omadsiz parkurchi o'yinchini tekshirishga keldim. Nimaga endi men omadsiz bo'lar ekanim? Sen hech qachon meni parkur bilan shug'ullanganimni ko'rmabsanmi? Yo'q. Menimcha dohiy parkurchi seni bu yerga shunchaki qo'ymagan. Mayli, ko'p valdiramasdan menga biror narsa ko'rsatib ber. Hozir senga eng yaxshi nomerimni ko'rsataman. Jinursin, sen hozir 360 gradusga aynaldingmi? Yomon emas. Men senga aytib qo'yay, agar meni qornim to'q bo'lganda edi, men seni osongina mag'lub qilgan bo'lardim. Mayli oshna, men bora qolay. Shoshma, sen meni qornimni to'yg'azgin, men sen bilan parkur bo'yicha battle qilaman. Albatta bu yerda men chempion bo'laman, meni eslab qol. Parkurda chempion bo'laman deysanmi? Chempion faqat bitta bo'ladi. Sen meni o'zimni o'yinimda meni yuta olmaysan. Mayli, yana yo'lda yiqilib qolma. Bu yana nimasi bo'ldi? U meni kuzatib kelyapti. Evo, menga yordam ber, meni kutib tur. Jinursin, tezlashib ham bilmayapman. Qani tezroq. Men haqiqiy parkurshikman. Menga hech kim bas kela olmaydi. Jinursin, u meni kuzatib kelyapti. Yo'q, bugun emas. Bugun men o'lishni xohlamayman. La'nati, nima bo'ldi hozir? Demak, men professionallarga bas kela olmaykanim. Mayli, yana bir marta harakat qilib ko'raman. Mana u, yana menga tashlanishga kelyapti la'nati. Men haqiqiy parkurshikman. Menga hech kim bas kela olmaydi. Bu yerda qandaydir yo'li bo'lish kerak-ku. Parkur bunchalar qiyin deb o'ylamagandim. Menimcha hamma shu urindan o'tib professional bo'lib chiqqan. Bugunchalik o'lish meni rejalarimda yo'q. Men ko'rishim kerak, qani nechinchi o'rinda ekanman. Sen bilmaysanmi, qanday qilib professionalni parkurchik bo'lsa bo'ladi? Professional bo'la olmaysan, chunki parkur maxluq unga yo'l qo'ymaydi.
Buni iloji yo'q. Mayli, men o'zimni qo'shnimdan so'radim. Qani u menga yordam bera oladimi? Qani u parkur maxluqni yuta oladimi? Bu arva, qani qimirla. Men harakat qilyapman, lekin ko'zim yetmayapti uni mag'lub qilishga. Hech qisi yo'q, sen buni o'ylama. Qani tezroq qimirla. Men bor kuchim bilan harakat qilyapman. Bizda umuman imkoniyat qolmayapti. Ey, u hozir meni o'ldiradi. Ey, yo'q. Bo'ldi, hammasi joyida. Men o'ylab qo'ydim qanday qilib reytingga ko'tarib olishni. Xullas reja bunday. Men har doim shug'ullanib turaman. Men shug'ullanib turamanmi, demak menga ovqat beradi. Menga ovqat berdimi, demak qornim to'q bo'ladi. Shunday qilib maxluqdan qochib ketib bilaman. Parkurchilarni nazoratdan o'tkazish vaqti keldi. Ha, men bilaman buni qanday qilishni. Yaxshi, o'zingga yoqqan ovqatni tanla. Men sveji so'yilgan mol go'shtini tanlayman. Xayr, men bir narsani tushundim. Men kuni bo'yi ovqat yemasdan och o'tira olmayman. Qanday qilib bo'lmasam, mana buni pishirib olishim kerak. Balkim pechga yoqishim uchun o'tin maydalashim kerakdir. Oy, parkur sivilizatsiyasida blokni sindirish taqiqlanadi. Xo'sh, hech kim ko'rmayapti. Mana buni hozir Ey, men nima dedim senga? Yana bir marta shunday qilganingni ko'rsam, qamoqqa yetib chiqaman, parkur janoblari. men tuzgan rejalar umuman ishlamayapti. Uf, nima qilsam ekan a? Oh, menga bir reja keldi. Men hozir mana bu versakimni sindiraman. Menimcha meni hech kim ko'rmayapti. Axir bu meni uyim-ku. Xo'sh, hozircha hammasi joyida. Ana endi mol go'shtini olib bitta pechka topsak bo'ldi. Ajinursin, yana men ochimdan o'lyapman. Hammasi joyida, biz buni uddalaymiz. Mana pechka bor, endi boshladik. Mol go'shtini mana bu yerga qo'yamiz va versakni mana bu yerga. Bum! Bu parkur emas, oshpaz bo'lsam bo'lar ekan. Mana endi professionalni parkurchik bo'lsam ham bo'laveradi. Unda hatto imkon qolmaydi. Ey, nimalar qilyapsan? Ay, shunchaki men seni onangni eslab o'tirgandim. Qani qo'lingdan kelsa meni Men ushlab ol. versakni sindirganingni ko'rdim, bu taqiqlanadi. Sen meni qanday ko'rding ekan? Ay, jin ursin, meni ushlaydi hozir. Qoch qol. U kelmasdan oldin mana bu joyga tezroq kirib olishim kerak. Men buni uddaladim. Qani kela qol. Men seni umringni qamoqqa chiritaman, bilib qo'y. Ey, ana bu yerda seni onang turibdi, qara. Yo'q, ey. Super mega loh ekan. Mana endi eng qiyini qoldi. Oy, kim eding? Alosatmidi, kasofatmiding? Bu yoqqa kel. Men haqiqiy parkur qiroliman. Meni hech kim mag'lub qila olmaydi. Shoshilmasdan chiqaver. Men endi yugura olaman. Qani bo'la qol. Shu tepalikka chiqsam men professional bo'laman. Sen u darajagacha chiqa olmaysan, chunki men seni o'ldiraman. Jin ursin, men ozgina qo'rqyapman. Yana qancha qoldi ekan a? Jin ursin, u yaqinlashib qoldi-ku. Qani tezroq. Qani endi zinalar bilan chiqamiz. Tezroq. Oy, meni yana qornim och qoldi. Hech qisi yo'q, tezroq. Yes. Men yutdim. Sen hozircha yutding, lekin g'alaba qozonmading. Sen hali sivilizatsiyani qo'riqlay olmaysan. Hozircha xayr. Ha, pashol bu yerdan. Xo'sh, tepalikda nima bor ekan a? Ishongim kelmaydi bu maxluqni yutganimga. Xo'sh, u yerda nima borligini ko'rish vaqti keldi. Oh, meni reytingim bir pog'ona balandga ko'tarildi. Menimcha biz g'alaba qozondik. Obuna bo'lishni unutmang. Professional bo'lish vaqti keldi. Oh, nima bu? Vulqon ustidan sakrab o'tish kerakmi? Oddiy ish-ku. Bu yerda datchiklar bormi? Bog'cha bolasi ham o'tadi-ku bu yerdan. Oh, endi menda kumush oyoq kiyimlar bor. Mana bu sasigan oyoq kiyimni vulqonga uloqtiramiz. Mana buni kiysa bo'ladi. Oh, mana turishini qarang. Mana endi Evil'ning sivilizatsiyasini mag'lub qilish vaqti keldi. Oh, duolarim Parvardigorga yetib bordi. Mana endi qornimni to'yg'azish uchun anchagina mol go'shti bor. Buning sivilizatsiyasi qayerda ekan a? Ey, bunisi nima bo'ldi? Qiziq, kitob bu yerda nima qiladi? Har biringizga yo'llanma. Qiziq. Hozirgi vaqtda men professionalman. Evoning sivilizatsiyasida. U nimagadir ilinib qoldi, lekin nimaligini o'zim ham bilmayman. Men har bir pog'onaga ko'tarilishni boshlaganimda u meni kuzata boshladi, lekin nima ekanligini o'zim ham haligacha bilmayman. Agar sen buni hozir o'qiyotgan bo'lsang, demak men bu dunyoda yo'qman. Ehtiyot bo'l. Nimagadir keyingi urovingga chiqishga qo'rqib qoldim. O'zi bu yerda nimalar bo'lyapti? Men albatta bilishim kerak bu Evoning sivilizatsiyasida nimalar bo'layotganini. Yo-mayo. Bu yer dahshat ekan-ku, ha? Nimagadir bu haykallar menga yoqmayapti. Bu haykallarning o'rtasida meni haykalim bo'lish kerak. Mana endi professional bo'lish vaqti keldi deb o'ylayman. Sen har doim shunday kelib tushasanmi? Ey, men o'ylamagandim bir omadsiz o'yinchi professional darajasigacha ko'tarilishini, lekin hech qachon master bo'la olmaysan. Sen meni hali ham omadsiz o'yinchi deb o'ylayapsanmi? Qani idina qilib bu yerdan. Axir men professional difo. Janob, omadsiz o'yinchi o'zining darajasini juda ham tez ko'tarib boryapti. Xavotir olma, u hech qachon parkur uchun tayyor bo'lmaydi. Wow, bu yerda uylar juda ham chiroyli ekan. Bir dona sotib olish kerak.
Obbo, mana endi bir martaga ikkita blokni ustidan sakrashga ko'nikish kerak. Ey, men pastki qavatni ko'ryapman. Men hoziroq yuqori qavatga ko'tarilsam bo'ladi, lekin hozir ozgina sabr qilish kerak. Shunchaki sokin, osoyishta yashamoqchiman. Menga hozir bir narsa qiziq bo'lyapti. Professionalni parkurshikning vazifasi nima ekan-a? Mayli, bu haqda keyin o'ylab ko'ramiz. Hozir bitta uy olish kerak. Mana men aylanib va nihoyat uy sotib oladigan magazinni topdim deb o'ylayman. Oy, bu yerda kimdir bormi? Ha janob, mana men o'ng tomoningizdaman. Men uy sotib olmoqchiman. Bir daqiqa, sen omadsiz o'yinchiga o'xshar ekansan. Shunday bo'lsa ham sen baribir uy sotib ola bilasan. Borib tanla. Nimaga men omadsiz ekanim? Men bilad professionalman. Mayli, yonib ketsin, qo'yish ko'raylikchi. Xo'sh, bu juda arzon ekan. Bu ham shu arzon ekan. Qo'yish ko'raylikchi. Ana bu bo'ladi. Ey, men yag'ara, sen meni aldamayapsanmi? Yo'q, aldasam til tortmay o'lay. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham shoshma. Ey, nega men qidiruvga berilganman? Men nima qildim bularga? Menimcha mana bu ovsar meni bilmasa kerak. Shoshilmasdan tanlang. Xo'p, rahmat. Xo'sh, menimcha men mana bu uyni olsam kerak. Mana men uy tanlab oldim. Endi o'zimni uyimni borib ko'rsatasizmi? Albatta. Qara orqamdan olg'a. Ey, bir daqiqa shoshma. Mana bu plakatdagi kim o'zi? O'zi nima ish qilgan u qidiruvga berilgan? Menimcha katta parkur sivilizatsiyadagi parkurshik Bobni o'ldirgan. Oyog'li tagidagi blokni sindirgan, keyin u bechara pastlikka tushib ketgan. Ha, menimcha u men bu rostdan omadsiz o'yinchiga o'xshaymanmi? Balkim o'xsharsan, bilmadim. Shunchalik ham ahmoq bo'ladimi? Mana biz sening yangi uyingga yetib keldik, marhamat. Hozir men senga nima qayerda joylashganligini ko'rsatib beraman. Oh, rahmat. Yallanat, bu yer rostdan ham chiroyli ekan. Yangilarga beriladigan uydan 10 barobar yaxshi ekan. Ey, o'sha qidiruvga berilgan bola haqida yana kimlar biladi? Faqat men va parkur sivilizatsiyadagi militsiyalar. Militsiyalar unga qidiruv e'lon qilishgan. Qachonki uni ushlab olishsa, albatta uni qamashadi. Mana qurbaqajon, seni shunday qilib uying bilan tanishtirib chiqdim. Oh, rahmat, kattakon rahmat. Xudoyim, men buni Tupoy desam, buni miyasi yo'q ekan. Tupoy Ultra Pro Max. Qiziq, agar master bilan professional o'lsa nima bo'larkin? Agar sen o'ladigan bo'lsang, hammasini boshidan boshlashingga to'g'ri keladi. Ey, sen omadsiz o'yinchi-kusan. Mayli, men bora qolay, yaxshi gaplashdik. Men hozir qayerga borishim kerak? Ey, shoshma, qayerga ketyapsan? Ey! Voy, la'nati. Ey, bunaqasini kutmagandim. Menimcha mana shu yer bo'lsa kerak. Har bir qilgan ishim uchun menga ovqat beradi. Men hozir bittasini ko'rdim, mana shu knopkani bosib kirib ketganini. Yangi kelganlarni 15 daqiqa ovqatlantiramiz. Bu uchun men bir dona go'sht olay ekanman. Mana professionallar qanday ishlarkan. Xo'sh, qani bo'lmasam boshladik. Bitta sakrasang tovuq go'shti olasan, ikkita sakrasang mol go'shti olasan. Yaxshi tanlov. Xo'sh, o'ndagini tanlaysam yoki chapdaginimi? Meni bugun qiladigan ishim mana bu fermada ekan. Shunchaki bu yerdan hayvonlar o'tganicha men qarab turishim kerak. Qani ho'kiz, sen kengizsan, bo'la qol. Qani qimirla. Oho, mana shunday, mana shunday, yana ozgina. 360 gradusga aylanishi. Mana buni sigir desa bo'ladi. Hattoki mollar ham parkur qila bilar ekan. Qani kengiz kim edi? Cho'chqa. Qani bo'la qol cho'chqa, sen buni uddalaysan. Qani bir ko'raylikchi. Ey, sen boshqa yoqqa ketyapsan. To'g'riga bo'lishing kerak. Qani? Ey, to'g'riga, u yoq arqanga, mana shunday. La'nati g'irt cho'chqa ekansan. Ey, nega menga bunday qarab turibsan? Agar hozir shu yerdan o'tolmasang, sendan tovuq sho'rva tayyorlayman. Men hozir yiqilib o'laman. Hammasi meni nazoratim ostida. Xavotirlanmang, sizning o'g'lingiz eson-omon o'tib oladi. Yep, padaringga la'nat. Mayli, uzr, men gapimni qaytarib oldim. Ey, sizga nima bo'ldi? Menga qarang qani? Xavotir olmang, u tovuqlar jannatiga tushdi. Biz uni albatta eslab turamiz. Mana KFC ham tayyor. Mana men qilgan ishim uchun 10 kilo mol go'shti oldim. Ha, bu albatta yaxshi. Obbo, mana bundan rasvosi yo'q. Axir bu parkur politsiyalari-ku. Endi ularga bildirmay bu yerdan quyon qilish kerak. Yellanadi, qidiruvni hamma joyga ilib tashashibdi, hattoki mening uyimda ham. Agar men uyda jim o'tirsam, ular meni topisha olmaydi. Ha, shunday qilaman. Lekin men parkur bo'yicha chempion bo'lmoqchiman. Meni hech kim to'xtatib qola olmaydi. U yerda yana bitta kitob bormi? Qiziq, nima yozilgan ekan? Endi sen yuqoriga intilishing kerak. Agar politsiya seni tutib olsa, ular seni qamashadi. Sen ulardan ehtiyot bo'l, bo'lmasa ular seni o'ldirishadi. Endi boshqa iloj qolmadi. Endi faqat yuqoriga ko'tarilish kerak. Qani yuqorida nima bor ekan? Biz buni tekshirib ko'ramiz. Kim bu bola edi va buni kim o'ldirdi yoki nima o'ldirdi? Qara tezlashimiz kerak. Baribir bir kun emas, bir kun militsiya meni tutib oladi. Hoy, qayerga ketyapsan? Qani to'xtachi.
Men senga to'xta deyapman. Parkur sivilizatsiyasining qonuni bilan qasam ichib aytaman. Men senga yugurma deyapman. Qo'lingdan kelsa ushla. Hozir men seni bola onangni ko'rsataman. O'zingni onangni ko'rsataman. Qani kim birinchi tepalikka chiqar o'ynaymiz. To'xta demasam elektroshoker bilan otaman. Boshqa qamoqqa tushishni xohlamayman. Mana chiqib oldim. Men seni umringni qamoqqa chiritaman bola. Jin ursin. Men shunchaki yuqoriga chiqishim kerak. Tinch qo'yinglar meni. Yo tavba, nima edi bu? Bu bilad yana nimasi bo'ldi? Yo, men yashashni xohlayman. Bu yana kim bo'ldi? Parkur arvohimi? Endi tushunib boryapman kitobda nima haqida yozilganligini. Bu yana nimasi bo'ldi? Voydo. Endi u yerdan qanday o'taman? U o'sha yerda o'tiribdi. Uf. Qani, menimcha u ketdi. U har bir soniyada paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun tezlash kerak. Bu yerdan tezroq chiqib olish kerak. Xo'sh, qani, obbo. Menga yaqinlashma, menga yaqinlashma. Padaringga la'nat. Uni oldidan qanday o'tsam bo'ladi? Salom. Menga qarab o'tirishingchi, ko'zing teshilib o'lgur. U nima qilyapti? U meni oldimga kelyapti. Obbo. Obbo, u darrov shu yerga chiqdi. 5 sekund ham o'tgani yo'q-ku. Mayli, tezlash kerak. Obbo, u shu yerda tezlash kerak. Qani tezroq. Mana yurakni hovliqib ko'radigan vaqtga ham keldik. Maestro, muzikani balandroq qiling. To'ppa-to'g'ri blokni ustiga qo'yamiz. Qani ketdik. Opa! Supermenga o'xshab qo'nish bo'ldi. Lekin oyog'im yomon og'ridi, la'nati. Qani yana ozgina yo'l qoldi. Biz buni uddalaymizmi? Xudoyim, u rostdan ham juda ham tez ekan. Qani shunchaki zanjirlar ustidan tezroq sakrab o'tishimiz kerak va biz master bo'lamiz. Qani tezroq bo'shashmaymiz. Qani. Sen menga halal bera olmaysan, isqit maxluq. Meni parkur bo'yicha qora belbog'im bor. Qani yana ozgina. Qani. Hoba, yes! Sen meni yutding. Hayır, yopti va yemak. Sal qoldi ishtolimga sichib qo'yib berardim. Menimcha kitobda mana shu arvoh haqida yozilgan edi. Men haligacha tushunmayapman, u qo'l yozmalarni qanday qilib yozgan ekan. Mayli, bu menga qiziq emas. Mana endi parkur bo'yicha master bo'lish vaqti keldi. Hopa, mana endi oltin oyoq kiyimlar. Kumush oyoq kiyimlarim ham yaxshi edi, lekin oltin oyoq kiyimlar undan ham yaxshi. Ko'rinishi stilni. Mana endi men parkur bo'yicha haqiqiy master bo'ldim. Voy, men bu qurbaqajonni dublash qilganimcha ona sutim og'zimga keldi. Iltimos obuna bo'lish esdan chiqmasin. Anilan legenda deb yozish esdan chiqmasin kommentariyaga. Men tez orada parkur bo'yicha chempion bo'laman va bu oyoq kiyimlar tez orada meniki bo'ladi. Bu yer vobshe dahshat ekan-ku. Ko'p qavatli binolar bor. Bu yerda tramplin va 3 ta blokni ustidan sakrab o'tish ham mumkin ekan. Sen butun yurakka to'kilding. Qurbaqajon, sen parkur bo'yicha master bo'ldingmi? Men seni parkur bo'yicha jangga chaqiraman.